to'xtang, o'tkazib yubormang. Men hozir sizlarni o'z opam bilan tanishtirmoqchiman. Bular ko'p yillik psixolog Kamola Shakarova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad aprel oyida hammamiz uchun sevimli bo'lgan Istanbul shahrida o'sha mashhur Lolalar festivaliga psixolog bilan yuzma-yuz deb nomlangan uchrashuvni tashkillashtirmoqchimiz. Sanjar, obunachilarga batafsil ma'lumot bera qolaylik. Albatta, bunda biz go'zal Istanbulda lolalar bilan burkanganini birinchi o'rinda tomosha qilamiz. Mashhur joylariga, eski shahardagi Istanbulning mashhur diqqatga sazovor joylariga boramiz. Ekskursiyalarni o'z ichiga olgan Bosfor bo'ylab sayohat Ujini bilan birgalikda 4 yulduzli ajoyib mehmonxonada basseynlari bor mehmonxonada nonushtalari bilan mehmonlarimiz 4 kecha-yu 5 kun bo'lishadi. Transfer kiritilgan, buni ichiga ekskursiyani aytdik, tibbiy sug'urta, avia biletlar ham kiritilgan. Va yana bitta eng asosiysi sayyohlarimiz uchun bir kunlik to'liq praktikalar va psixologik texnikalarga boy bo'lgan uchrashuv bo'lib o'tadi. To'g'rimi Kamol opa? Unda siz nimalar bermoqchisiz? Unda psixolog bilan munosabatlarni davolash deb nomlangan mavzuda bir kunlik ajoyib texnika va amaliyotlardan tashkil topgan dastur tuzganman va shu dasturimiz asosida ishlaymiz. Zo'r. Ozgina batafsilroq ma'lumot bersak bo'ladimi? Aynan qanaqa munosabatlar haqida ma'lumot? Albatta, munosabatlar mavzusida eng muhim munosabatlar bu er-xotin munosabatlari, farzandlar bilan bo'lgan munosabatlar va ishxonadagilar bo'lgan munosabatlarni davolash desak to'g'riroq bo'ladi. Davolash. Demak, biz salbiy, negativ munosabatlar, ya'ni kasallikka uchragan munosabatlar deymiz-ku, o'sha demak davolash deyapmizmi? Er-xotin o'rtasidagi salbiy munosabatlar, ishxonada bo'ladigan munosabatlar yoki bo'lmasa farzand o'rtasidagi munosabatlar bo'lishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, ushbu sayohatga er-xotinlar birgalikda yoki alohida kimni ushbu mavzular qiziqtirsa, biz bilan birga borishlari mumkin. Va bundan tashqari, Aurum Tour bilan birgalikda ushbu sayohatda bir ajoyib lotereya o'yini o'ynaladi. Unda biz sizda sayohlarimizda sovg'alar yutib olish imkoni bo'ladi va undan tashqari 3 ta asosiy sovg'amiz bor. Glavniy priz deydi-ku, 3 ta asosiy sovrinlarimiz bor. Ana o'sha sovrinlarimiz haqida keling keyingi uchrashuvlarda ma'lumot bersak, bizni kuzatib boring. Ishonaman